Orqamdagi 2 etajli uyni 2-etajiga poliga qilinyapti. Ya'ni mana steyshkani qotili. Mana uyingiz sovuq bo'ladigan bo'lsa, isitishni zo'r yo'li. Steyshka qil, shag'al olib kelib, boshqa qilib qilgandan ko'ra, hozir bu steyshkadan qancha arzon aka? Ancha arzon, to'g'rimi? Hazlakamchi bo'lgan. Mana shuna qilib uy qursa ham bo'lar ekan. Arzongina 2 etajli qilib qo'yishga Hamma o'zimizda. hamma narsasi o'zlaringdan. Suv to'k bersa bo'ldi bizga. Boshqa narsa kerak emas. Bu degani pilta degani u. Pilta degani. Pilta degani. Muammo hal nimaga? Steyshka agar qilinadigan bo'lsa, xuddi mana shu yerga birinchidan zak, ikkinchida og'ir. To'rsin tashalgan, vassa tashab, asha piltaning o'rniga quyilyapti hozir. O'tgan safargi videoyimizda steyshkani qotili desak, juda ham ko'pchilik buni hech kim oyoqda tagiga qilmaydi yoki polga qilsa bo'lmaydi deyishdi. Akalar, bugungi videoyimizda isboti bilan sizlarga ko'rsatib beramiz. Orqamdagi 2 etajli uyni 2-etajiga